Yoshlar uchun yaratilayotgan yangi ijodiy maydonlar orzularni maqsadga, qiziqishni esa kelajak kasbiga aylantirmoqda. Buxorodagi Kelajak markazida faoliyat boshlagan zamonaviy podkast studiyasi ham jurnalistika, notiqlik va media sohasiga qiziquvchi o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochdi. Bu maskanda yoshlar nafaqat o'z ovozini topadi, balki ijodiy fikrlash, erkin mulohaza va professional ko'nikmalarni shakllantirish imkoniga ham ega bo'ladi. Tafsilotlar muxbirimiz lavhasida. Buxorolik maktab o'quvchilari uchun Buxoro viloyat Kelajak markazida yangidan tashkil etilgan podkast xonasi jurnalistika va notiqlik san'atiga qiziquvchilarga yangi imkoniyatlarni taqdim etadi, deydi sohaning taniqli vakillari. Podkast studiyasining ochilishida qatnashdik. Studiya uchun nima kerak bo'lsa, barcha sharoitlar muhayyo qilingan. Bu albatta Buxoro yoshlari uchun berilgan katta imkoniyat. Chunki bilamizki, aksar yoshlarimiz televideniya yo'nalishida faoliyat olib borishni juda ham xohlashadi. Shuning uchun bu juda katta imkoniyat va bundan albatta foydalanish kerak. Birinchilardan bo'lib Buxoroda faoliyat boshlagan zamonaviy ijodxona kelgusida respublikamizning barcha hududlaridagi kelajak markazlarida tashkil etiladi. Bu orqali yangi iste'dodlarni kashf etishda sohaning professionallari jalb etilishi ko'zda tutilgan. Biz ham bir qaysidir ma'noda ularning tarbiyasida, ularning kasb tanlashida, mana shu o'zini fikrlashini yanada rivojlantirishda biz ham hissamiz qo'shadigan bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. Buxoro viloyatidagi 525 ta umumta'lim maktablaridan sohaga qiziquvchi yoshlar ishtirokidagi ijodiy uchrashuv esa qizg'in savol-javoblar, samimiy muloqotga boy bo'ldi. Ijodiy uchrashuv yoshlarni ijodiy salohiyatini oshirishga alohida bir yordam beradi deb hisoblayman. Aynan ustozlar bilan, aktyorlar, aktrisalar, umuman dublyaj sohasida faoliyat olib borayotgan insonlar bilan uchrashish bizni mahoratimizni yanada yaxshilaydi. Mashhur ijodkorlar kelib bizga dars berishyapti. Biz bundan albatta foydalanishimiz kerak va biz bundan juda ham xursandmiz. Buxorodagi ushbu tashabbus maktabgacha va maktab ta'limi vaziri tomonidan ham yuqori baholanib, bunday sa'y-harakatlar maktabdan tashqari ta'lim tizimini yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlar to'g'risidagi prezident qarori asosida tashkil etilgan kelajak markazlarining asosiy maqsadlaridan biri ekani ta'kidlandi. Zero markaz ko'p tarmoqli bo'lib, o'quvchilarning qiziqishlari va ehtiyojlariga ko'ra ularning ijodiy imkoniyatlarini yanada rivojlantirishga qaratilgan bu kabi yangi loyihalarni tashkil etish muhim vazifalardan biridir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxoro.